Baxti nimada? Sokrat aytgan ekan. Uylansang ham afsuslanasan, uylanmasang ham afsuslanasan degan ekan. Tamoymu erkakni baxti oilaviy baxt deb umuman oilaviy baxt. Ayolda, oilada. Hozir afsuski. Qanday yashayapsiz? Yo'q, yashashda emas gap. Ayolda juda o'zgarib ketgan. Ayollar o'zgargan, kim o'zgartirdi? Internet. Ularni o'zgarishiga sababchi kim bo'lgan? Internetmi? Erkaklar emasmi? Yo'q, chunki har qanday ayolni erkak o'zgartiradi. Yo'q. Ha? Yo'q. Ayolni hozirgi ayollar